Mening ismim Nilufar, yoshim 37 da erim bilan 12 yildan beri birga yashab kelamiz. Shu vaqt davomida farzandli bola olmadik. Shifokorga murojaat qilganimizda erimning bepustligi aniqlandi. Men bank sohasida ishlayman, erim esa kirakashlik qiladi. Biz shu kungacha tinch va osoyishta hayot kechirib kelamiz, baxtlimiz. Ammo yaqinda hayotimni butunlay o'zgartirib yuborgan bir voqea sodir bo'ldi. Men odatda uyga kelishdan oldin telefonimni tozalab yurardim, chunki yigitim bilan yozishmalarim bo'lardi va biz u bilan yashirincha uchrashib turardik. Bir kuni uyda uxlab qolibman. Erim telefonimni rosa titkilab, barcha yozishmalarimizni o'qib chiqibdi. Ertasi kuni juda qo'rqdim. O'yladimki, endi erim meni oldiradi. Lekin kutganimni aksi bo'ldi, u menga qarab jilmaydi. So'ng birozdan keyin: "Sevgilim, yigitingni uyga taklif qil, men uni seni bizning yotoqxonamizda solganini ko'rmoqchiman", dedi. Men uning bu gaplaridan hayratda edim.